maydalab tashlayman men senlar Qur'on kitoblaringni. Fu. Islom dinimiz bu eng zo'r dinimizda, bizni eng yaxshi dinimiz mana shu islom dini. Lekin bu isqirq insonni ishini qilyapti. Bu o'zi Qur'on kitobni shunaqa yitib, har xil og'izdan yomon gaplarni chiqazib, bilayverginki bu dunyoda senga jazo berilmayaptimi, narigi dunyoda senga shunaqa yomon jazo beriladi, sen o'shani o'ylayvergin. Bu dunyoda olmayapsanmi, sen bu dunyoda olmaganing uchun xafa bo'lma. Bu dunyodan hammamiz o'tamiz. Boyimiz ham, kambag'alimiz ham, u milliarder bo'lmaydimi? Hamma yoshimiz ham, qarimiz ham o'tamiz. Narigi dunyoda lekin javobini berishni o'ylayman. Men to'g'ri qori emasman sizlarga aqlli qiladigan, lekin bu insonga shunaqa ta'sir qiladigan video qilganing uchun men ham video qilyapman. Qur'on kitobimizni asrash kerak. O'qish kerak. O'qiganni chiqazilgan, asrab avaylab o'qish kerak narsani. Aqllilik qilgan bo'lsam uzrlik.